Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Aka, qalaysiz? Hammasi yaxshi o'tibdi aka. Inshaalloh, Allohga shukr. Ikkala tomonga ham qo'yib berdi. Bir tomonga dedi-yu. Hammasi yaxshi o'tdi. Doktor o'zi tushib, o'zi tayyorlab aytib ketdi. O'zi tushib aytib ketdi, hammasi zo'r. Xavotir olmang. Yaxshimi? Xudoga shukr. Bir kun yotar ekanmiz inshaalloh bu yerda. Inshaalloh mana akamni ko'rib turibsizlar, Jamshid akamni. Operatsiyalari tugab, mana chiqib yana operatsiya bo'limdan hozir chiqib keldilar. Ketyapmiz. Hammasi yaxshi, opam ko'rdilar. Hozir oldizga chiqadilar. Muammo yo'q. Uydagilar ham telefon qildi, hammasi yaxshi. Boya doktor chiqib aytdi. Ikkala tomonga ham qo'yishdan kalan olib tashab. Yaxshi ekansiz aka. Alloh panohiga. Mana inshaalloh. Bu yog'iga kirmaysiz, video qilmaysiz deb aytishmoqda. Inshaalloh mana ko'rib turganinglar, Jamshid akam bizga onkologiya bo'yicha keluvdilar. Alhamdulillah, Alloh nasragan joylari mana Allohimga yoqqan joylari bor ekan. Urologik muammo bo'lib chiqdi bu. Mana urologiya bo'yicha hozir ikkita stent qo'yib berishdi. Inshaalloh buni endi 3 oydan keyin yana bitta kelib tekshirtirib va almashtirib ketishar ekan 1 yillikka. Inshaalloh duoda bo'lib turasizlar, akam yaxshi bo'lib ketsinlar, iloyim sog' salomat uylariga qaytib borib umriga go'zallik qilish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Kommentda fikringizni qoldiringlar, iloyim hammani tajoni sog' bo'lib, sog' salomat yurishsin. Sog' bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar.